Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamiz 80-bitidan davom ettiramiz. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب. أنت، أنتم، أنت، أنتن. Xo'sh, quyidagi bo'sh o'rinlarga muxotob uchun bo'lgan anta, antum, anti, antunna zamirlardan munosibini qo'ying. Demak, anta sen degan o'g'il bola uchun, antum sizlar o'g'il bolalar uchun, anti sen qiz bola uchun, antunna sizlar qiz bolalar uchun. Demak, misollarni ko'ramiz. A deyilgan mana bu yerda bo'sh joy bor, keyin tolibun talaba. Demak, tolibun muannas emas, muzakkar shaklda ekan, shuning uchun antani tanlaymiz. A anta tolibun, sen talabami? Ikkinchisi maridotun, kasal so'zi muannas shaklda ekan. A anti maridotun, sen kasalmi? Demak, muannas qiz bolaga nisbatan. Tobibatun, tobibatun muannas ko'plik shaklida ekan. A antunna tobibatun, sizlar shifokorlarmi? Ey qizlar, Demak, tujjarun muzakkar ko'plik shaklida ekan. A antum tujjarun, sizlar savdogarlarmi? Bintul mudarrisi, demak muannas birlik shaklida ekan, o'qituvchining qizi. A anti bintul mudarrisi, sen o'qituvchining qizimisan? Akhawatu abbasin, Abbosning opa singillari, demak muannas ko'plik ekan. A antunna akhawatu abbasin, sizlar Abbosning opa singillarimisizlar? Tullabun talabalar, ko'plik muzakkar shaklda ekan. A antum tullabun, sizlar talabalarmi? ضع في الأماكن الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب ككم كي كنا. Xo'sh, demak bo'sh o'rinlarga, quyidagi jumlalardagi bo'sh o'rinlarga ka, kum, ki, kunna kabi muxotob muttasil zamirlarni qo'ying. Demak, ka sen o'g'il bolaga, kum sizlar o'g'il bolalarga, ki sen qiz bolaga, kum sizlar qiz bolalarga. Demak, bular zamir muttasil, so'zning oxiriga qo'shilib keladigan zamirlar. Yuqorida o'tganmiz zamiri munfasil. Bular so'zlarni oxiriga qo'shilmasdan alohida shaklda yoziladigan zamirlar hisoblanadi. Ayna baytu, demak bu yerda ya ikhvanu bor ekan, ko'plik muzakkar bor ekan, shuning uchun ayna baytukum ya ikhvanu, uylaringiz qayerda ey og'aynilar? Bu yerda homid birlik muzakkar ekan, shuning uchun ahada kitabuka ya hamidu, bu sening kitobingmi ey homid? Bu yerda laylo so'zi bor ekan, shuning uchun bu yerda hamza ham tushib qolibdi. Asa'atuka jamilatun ya laylo, soating chiroylimi ey laylo? Yoki bo'lmasa gapni so'roq shaklida qilmasak, demak so'roq belgi qo'ymasligimiz kerak. Sa'atuki jamilatun ya laylo, sani soating chiroyli ey laylo. Bu yerda axavat opa singillar bor ekan, shuning uchun man abukunna ya axavatu, sizlarning otalaringiz kim ey opa singillar? Bu yerda axi muzakkar ko'plik aka ma'nosida ekan. Masmuka ya axi, ismingiz nima ey birodar? Bu yerda uxti opa yoki singil degan muannas shaklda ekan. Masmuki ya uxti, ismingiz nima ey opa? Fil bayti ya valadu, valadu so'zi bor ekan muzakkar uchun. A ummuka fil bayti ya valadu, onang uydami ey bola? Bu yerda ikhvanu aka ukalar ma'noda muzakkar ko'plik ekan. Ma asmaukum ya ikhvanu, ismlaringiz nima ey og'aynilar? Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.